Assalomu alaykum. Mana kechagi ko'rsatgan quyonlarimizni so'ydik. Yashiyda turgan quyonlarni mana sveji go'shtlarimiz upakovkada hammasi sotuvga chiqdi. Tak 50 ta quyon so'ygan bo'lsak, hozir mana 30 dan 36 tasi qoldi. Xudo xolasa so'yibamiz, har 2 kunda, 3 kunda so'yib turamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yandex xizmati ham bor. O'zim ko'chaga chiqsam tashab ham ketyapman. Dastavkamiz juda arzon, 10 ming so'm shahar bo'ylab. Men misol uchun so'rashinglar mumkin, 156 nima degani? 1 kilo 560 gram degani. Kilosi 100 mingdan bo'lganda 156 ming so'mlik. Kilosi ham narxi ham mana shu to'g'ri kelaveradi. Mana 179 minglik, 1 kilo 790 gram. Sveji quyonlarimiz. Undan tashqari yana xolodilnikda 4 ta kattasi turibdi. Ulfatlar bilan o'tiraman deganlarga 4 ta kattasi turibdi. 4 tasini o'zi 10 kilo chiqadigani bor. Qozon kabob bobidan mabodo kerak bo'lsa. Aloqaga chiqaverasizlar.